Assalomu alaykum, hurmatli Gold Mobile kuzatuvchilari. Men sizlarga bugun chegirma narxlarda bo'lgan Samsung va iPhone modellarini qo'ldan kelgancha eng arzon narxlarda taklif qilaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta yetgan vaqtda inshaalloh achinmaysizlar. Har bitta smartfonlarning narxi 20-30 dollargacha xudo xolasa arzonladi. Men sizlarga har birini albatta video qilib beraman. Narxlar ma'qul kelsa bemalol zakaz berishlar mumkin. 12 ta viloyatga dastavkalarni mutlaqo bepul qilib garantiyalar bilan yetkazib beramiz va bu smartfonlar imeka registratsiyalar ofitsial holatda ro'yxatda o'tgan, xudo xolasa 100% imeka ro'yxat imekalarga 100% garantiya beramiz har bitta smartfonga. Sizlarga yoqqan telefon Telegramdan yozsalaring, hamma tomonni sizlar video qilib tashlab beramiz. Ma'qul kelgandan keyin zakaz berasizlar. Adres Farg'ona viloyati Mag'lon shahar Ansor savdo markazining to'g'risida joylashgan. Kelib bemalol tashrif buyursalaring bo'ladi. Men sizlarga birinchi bo'lib hurmatli obunachilar budjetli variantda bo'lgan Redmi 14C modelini taklif qilib o'taman. 8 ga 256 lik xotira, 5160 amperlik batareya. Holati tiniq, idealniy, zo'r sostenada bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli rangda. Zakaz beringlar, bu smartfonni 110 dollarga yetkazib beramiz. Dastavkalarni bepul qilib 256 talik Trading asosida olingan smartfon. Va keyin sizlarga iPhone 14 Pro taklif qilaman. 128 talik Yevropa regionida purple rangda korobka dokumentlari bilan 88 o'nkiz. Holatlari zo'r, narxi esa 560 dollar. Uzr, 575 dollar. Arzon narxda 575 dollarga maslarga taklif qilaman. Juda ham arzon narxda. Va keyin sizlarga iPhone 14 Pro Max taklif qilaman. 128, 83 va 82 zavodskiy o'nkisda. Birorta nuqta petnosi yo'q smartfonlar xuddiki yangidek holatda. Bitta sim karta eSIM o'qiydi. Albatta smartfon narxi 670 dollar. Chegirma narxda 690-700 sotilgan. Va keyin iPhone 13 Pro Max 128 talik amerikanskiy ellar regionida 85 eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan, kamyob va noyob rangda. Narxi esa 555 dollar. Chegirma narxda. Va keyin maslarga iPhone 15 Pro 256, 88 va 85 natural titanium va white titanium oq rangda. Smartfonning holati juda ham tiniq, idealniy holatda bo'lib turibdi. eSIMgacha ro'yxatdan o'tgan. 256 taligini maslarga 735 dollarga taklif qilaman. Va iPhone 14 Pro da kamyob va noyob gold rangi va 512 xotiraligidan keldi. Birorta nuqta petnosi idealniy holatda o'z shaxsiy blogingizni yuritish uchun ham juda ham bu smartfon ma'qul keladi. Xotirasi ham katta, juda ham udobniy smartfon. Narxi esa 635 dollar. Va keyin sizlarga 128 talik 87% ligini taklif qilaman 14 Pro da. Holatlari zo'r, hamma yoq idealniy sostenada 520 dollarga. 13 Pro da narxiga salkam. Va keyin iPhone 12 Pro 128 87%. Holati zo'r. 335 dollarga chegirma narxda. Foydalanib olinglar. iPhone 14 128 83 idealniy, zo'r holatda bo'lib turibdi. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan 415 dollarga. Va iPhone 13 128 Yaponiya regioni bitta sim karta eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan smartfon xuddi yangidek 93%. Birorta nuqta yo'q. Nuqta bo'lsa qaytib berib yuborasizlar. Yangi telefon qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa sostenada bo'lib turibdi. 395 dollarga. Chegirma narxlarda. Va keyin iPhone 13 128 88% koreyskiy regionida bitta sim karta eSIM o'qiydi. eSIMlargacha o'tgan. Chegirma narxda 365 dollarga. 360 ga ham qilib beraman sizlarga. 13 128 350 dollarga. Ayollar uchun pushti rangda. Hop, iPhone 12 88 batareya yo'nki 88 64 xotirali. Red produkt rangda, idealniy. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan 245 dollarga. iPhone 11 da narxida 12 taklif qilyapman. Va 128 talik 275 dollarga. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan, idealniy holatda bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Har bitta smartfonga 100% garantiya beramiz. iPhone 11 128 94 idealniy, zo'r holatda bo'lib turibdi. 240 dollarga. Va iPhone XS 64 77% idealniy, zo'r holati, faqat orqa kirishkasi sinib qolgan. 155 dollarga.
Va keyin men sizlarga Samsung S23 Ultra'larga zo'r chegirmalar qilib beraman. Qaranglar. S23 Ultra 12 operativga 256 lik xotira, 5 mAhli batareya, Snapdragon 8 Gen 3 li protsessor, 200 megapikselli tiniq kamera bilan jihozlangan. S24 Ultra bitta sim karta eSIM o'qiydi. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan. Narxi esa $685 tashkil qiladi. Chegirma narxlarda foydalanib olinglar, hurmatli obunachilar. 710 sotilgan bu smartfonlar. Men sizlarga S23 Ultra taklif qilaman. 12 ga 256 xotira, 5 mAhli batareya, green rangda. Bitta sim karta eSIM o'qiydi. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan bu smartfonlar narxi esa chegirma narxda $535 ga. Arzon narxda. S23 Ultra 12 ga 512 talik 5 mAhli batareya, eSIMgacha ro'yxatdan o'tgan, beli jemchug rangda. Holatlari zo'r sostenada bo'lib turibdi. $555 ga. Xo'p, S22 Ultra 12 ga 256 lik xotira, 5 mAhli batareya, green rangda, idealni zo'r holatda bo'lib turibdi. S Pen Perosning yonida bir dona ozgina bilinib bilinmas petnosi bor. Bunaqangi strashniy emas, qolgan joylari qaranglar, juda ham tiniq holatda. $410 ga, 430 sotilgan. S21 Ultra 12 ga 256 lik xotira, 5 mAhli batareya, eng tiniq holatda, birorta petnolari yo'q, zo'r sostenada turibdi. Qora va silver rangi, tanlov o'zlayinda. $345 dan super arzon narxda. Bunaqa narxlar faqat sizlar uchun. Xo'p, keyingi modelimiz Samsung Note 20 Ultra 5G 12 ga 256 lik xotira, 4500 amperli batareya, holatlari zo'r, petnolari yo'q. $295 ga taklif qilaman. 320 sotilgan bu smartfonlar ham. S22 Plus 5G 8 ga 256 lik xotira, 4500 amperli batareya, eng tiniq zo'r sostenada bo'lib turibdi. Narxiga keladigan bo'lsa $320. 335-40 sotishyapti. Samsung S21 Plus 5G qora va violet va pushti rangda eng tiniq zo'r holatda bo'lib turibdi. 8 ga 256 xotira, 4800 amperli batareya, eng tiniq sostenada bo'lgan smartfonlarda $275 dan sotilyapti. Men sizlarga $255 dan taklif qilaman. Foydalanib olinglar. Olinglar ana $250 dan. Samsung S20 Plus Red Product ayollar uchun 12 ga 256 lik xotira, 4500 amperli batareya, $210 ga. Idealni holatda Samsung Note 10 Plus 5G 12 ga 256 lik xotira, 4300 amperli batareya. Holati juda ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Qora rangidan so'raganlar uchun qaranglar, chotki sostenada. Narxi esa $208 ga. Va keyin Samsung S20 5G elegantli va kompaktli smartfonlar, 4 mAhli batareya, 12 ga 128 talik. Birorta petno yo'q, $215 dan. Samsung S21 5G da tanlov o'zlayinda 12 ga 8 ga 256 lik xotira, 4 mAhli batareya, birorta petnosi yo'q, eng tiniq, absolyutno toza smartfonlar, juda ham idealni holatda bo'lib turibdi. S21 5G qora va oq rangidan tanlangan bor albatta. Juda ham ideal holatda. Zakaz beringlar bu smartfonlarni. Men sizlarga $232 dan qilib beraman. Holati juda ham tiniq, $240-45 sotishyapti. 250 gacha. Samsung S22 Plus o'zi 8 ga 256 lik xotira, 3700 amperli batareya, juda ham tiniq, idealni holatda bo'lib turibdi. $265 ga chegirma narxda. Samsung S23 Plus, Samsung S23 5G 8 ga 256 lik xotira, 3900 amperli batareya, bitta sim karta eSIM o'qiydi. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan, holatlari esa yaxshi holatda. Telegramdan yozsalar video qilib beramiz albatta. $360 dan super arzon chegirma narxlarda, $360 dan qilib yubordik. 380 sotilyapti. Sizlar uchun. S24 5G juda ham chiroyli, idealni holatda bo'lib turibdi. $485 ga chegirma narxda. eSIMlargacha ro'yxatdan o'tgan. Samsung Note 20 5G tanlov o'zlayinda, tanlab olish imkoniyati bor albatta. Xohlagan rasvetkalarni Note seriyani eng so'nggi kuchli smartfonlardan biri. Note 20 5G 8 ga 256 lik xotira, 4300 amperli batareya, idealni holatda bular yaltirab matviy holatda bo'lib turibdi. $222 dan chegirma narxlarda taklif qilaman. Bunaqa narxlarda xudo xolasa
Bunaqangi tiniq saslanadi smartfonda. Ancha-muncha joydan qidirib topolmaysizlar, xudo xolasa garantiya. Samsung S10 Plus imeykasi ofitsialniy holatda rastamoshka bo'lib o'tgan. Bank ilovida hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. 100% garantiya. 8128 talik xotira, 4100 amperli batareya, $185 ga ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Samsung S15 8256 lik xotira, 4500 amperli batareya. Bu ham ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Hech qanaqangi bank ilovada muammo bo'lmaydi. Holati juda ham zo'r. Narxi $189. Va keyin sizlarga Samsung Note 9 flagman smartfon. Arzon narxda birorta xudo xolasa petnosi idealniy shunaqangi chotki yangidek holatda bo'lib turibdi smartfon. 6 ga 128 talik xotira, 4000 amperli batareya. Chegirma narxda $155 ga, 170 dan ham sotilmayapti o'zi. Bemalol zakaz bersalar ham bo'ladi. Xudo xolasa men sizlarga ko'rsatib o'tgan smartfonlarni shunaqangi tiniq holatdagi, ishonchli va garantiyali imega ro'yxatdan o'tgan smartfonlar. Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, o'ylanib o'tirmay hozirroq zakaz beringlar. Tezkor tez pochta orqali yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz mutlaqo bepul 12 ta viloyatga bemalol tez pochtani filiallaridan ko'rib, tekshirib olib, xarid qilsalar ham bo'ladi. Ko'rib, tekshirib keyin pulni kartaga o'tkazib berasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.